sifatlari zikr qilinadi. Fawaylun yawma idin lil mukazzib wa tasirul jibalu sayra. Tog'lar uchib ketadi. Fawaylun yawma idin lil mukazzibin allazina hum fi khawdin yal'abun. Qiyomatni yolg'onga chiqaradiganlarga vayl bo'lsin. Ular o'yin kulgiga berilib, o'yin kulgiga sho'ng'ib yuraverishgan edi. Mana shu oyatni eshitganda Hazrat Umar roziyallohu anhu xalifa bo'lgan paytlari bo'lgan bo'lmasa, devorga suyanib qo'yan ekanlar xavfdan. Keyin u kishini ko'tarib olib kirib, uyga olib kirib qo'yishgan ekan. Va bir necha kun kasal bo'lib yotgan ekanlar. Mana shu oyat karimalarni qalbga nihoyatda qattiq ta'sir qilganda. Buni nima deyiladi bilasizlarmi buni? Buni hol deyiladi, vajid deyiladi. Hazrat Umar Vat-Turni o'qimagan bo'di undan oldin, o'qigan. Eshitmagan bo'di, eshitgan. Yoddan biladi. Lekin shundoq ekanki, siz bir oyatni eshitaverasiz ekan, bir surani eshitaverasiz ekan, lekin fahm undan ta'sir doim bir xil bo'lmas ekan. Gohida shunaqa bir ruhiy holat bo'lar ekanki, unda siz boshqacha uni oyatni boshqacha fahmlaysiz ekan. Boshqacha undan siz ruh olasiz ekan, boshqacha undan ta'sirlanasiz ekan. Hazrat Umar roziyallohu anhu ana shunaqa holatga tushganlar. Buni vajid deb qo'yadi tasavvuf ahli, ya'ni bir insonda hosil bo'ladigan qalbiy holat, ruhiy holat.